Sizlar bilan men Abrorxon O'zibi. Bugun sizlar bilan men sizlarga fakt ko'rsataman. Bu bilan nima qilsa bo'lardi? Bu bilan xullas moblarni ovlab, hattoki vardenni ham pachchani chiqarib, mayda qilib tashlasa bo'ladi. Xo'p, buni qurilishini ko'rmasalaring bo'lmaydi do'stlar. Hozir. Bunda bomba qo'yib o'tirish kerak emas hozir do'stlarim. Kerakli narsalar. Bular. Bu yana nima? Shuncha narsa kerak bo'ladi. Undan keyin nima kerak bo'lar edi? Xullas, bo'ldi. Esimga tushdi. Yana. Buni esdan chiqarish. Mana. O'zi bu narsani sizlarga ko'rsataman. Birinchi ochiqroq joyga kelamiz. Bu yerda buzib bunday qilib bu zo'r fakt do'stlar. O'ziga hisoblaymiz. Xo'p do'stlar, mana. Bu hali bitgani yo'q. Do'stlar. Bu yoqda. Punk. Xo'p do'stlar, bu videomiz shunchaki fakt uchun bo'ladi. Bu videomizni nima edi? Do'stlar, mana deb o'ylamanglar, kam qildim deb like bosishdan to'xtab qolmanglar. Keyingi faktimiz 100 ta obunachidan keyin chiqadi deb hazillashdim. Keyingi vaktimiz bor yo'g'i 10 ta obunachidan keyin chiqadi. Sen bor yo'g'i 10 ta obunachi so'rayapman. Men yangi kanal ochganman, shuning uchun. Do'stlar. Xo'p, endi buni ustiga do'stlar, ya'ni yo'q qiladigan narsani solamiz. Xo'p, yana nima qilamiz? Ikkita ketmay qoldi. Buni to'ldirib qo'ymasa ham bo'ladi, biroq men ko'p vaqt davom etsin deyapman do'stlar. Yo'q. Wow do'stlar. Mana do'stlar. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bo'linglar, bu ham parchalanib ketdi. Lekin shunday qilsalaring bo'ladi. Mana 10 ta like yig'ib beringlar, iltimos do'stlar endi. Keyingi faktimiz chiqadi, lekin bu fakt sizlarga zo'r kerak bo'ladi, ayniqsa youtuberlarga. Mayli do'stlar, obuna va like bosinglar. Sizlar bilan men Abror